Germaniyada o'qishingiz kerak bo'lgan top 5 universitetlarni ko'rib chiqamiz. 5-o'rinda Bonn universiteti. Dunyo bo'yicha 89-o'rindagi ushbu universitetda o'qish mutlaqo bepul, faqat 300 yevro miqdorida semestr to'lovi mavjud. 4-o'rinda Humboldt universiteti. Universitet dunyo bo'yicha 84-o'rinda turadi. O'qish esa mutlaqo bepul. Stipendiya va grant dasturlari mavjud. 3-o'rinda esa Goethe universiteti. Reyting bo'yicha dunyoda 47-o'rindagi ushbu universitetda 1500 semestr puli evaziga talaba bo'lishingiz va hattoki grant ham yutib olishingiz mumkin. 2-o'rinda Myunxenning Ludwig Maximilian universiteti. Dunyo bo'yicha 38-o'rindagi ushbu universitetda o'qish mutlaqo bepul, semestr to'lovi esa bor yo'g'i 200 yevroni tashkil qiladi. Va nihoyat top 5 talikning 1-o'rnida Myunxen texnika universiteti. Reyting bo'yicha dunyoda 26-o'rinda turgan ushbu universitetda o'qish bepul hisoblanadi. Semestr to'lovi esa 150 yevroni tashkil qiladi. Ushbu universitetlar haqida batafsil ma'lumotni esa Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin.